Akalar, o turgan katta jome masjid. Ona kelasiz, chapga yo'li bor, o'ngga yo'l bor. Matdan chiqib chapga burasiz, faqat poliklinika. Aka qaraysiz. Bu tomondan to'g'ri boribdi, shunda o'ngga yangi qurilgan. Suv gaz muammo yo'q. Mahalla o'ta tinch. Xo'p, qadrli do'stlar, uyimizdan maslaga ma'lumot tushuntiraman. Birma-bir ko'rasiz, yo'qsa olib qo'yasiz. Darvozaxonamiz holati, robotni o'zi 25 millionga tushgan shumkali robot. Uyimiz monolitlik, uyimiz полный, почти 80% ishi bitgan. Holati zo'r. Birma-bir tushuntiraman. Yo'qsa kelib olib qo'yasiz mana. Endi bu bisetga uyda holati, akalar, uyimiz pishig'ishdan bo'lgan, yevromontaj qilingan, akvar ham qo'yilgan. Uyimiz to'liq pishig'ish, birorta sho'r yo'q uyimizda. Uyda birma-bir ko'rsataman. Yo'qsa olib qo'yasiz. Farg'ona shahar oq ariqda bo'lyapti. Robotdan kirasiz, menga chap bo'ladi. Kirgandan chap tomonda bitta xona bor. Bu xonamiz deyarli bitgan mana. Kattagina mehmon zimasi katta xona bor mana. Bo'ladi, shpaklovka abuga tayyor, laminat bolga tayyor, Roma akva. Oqariq, suv gaz kanalizatsiya bor. Birinchi xonamiz. Xo'p, endi bunisi razvalka, taxolxona alohida bilgan hammom. Holat yaxshi. Endi bu qo'l yuvish mashinasi, gaz plita, o'choq, tandir, qozon, mangalgacha qilingan. Podvalga borib tushamiz. Holati zo'r, uyimiz pishig'ishda bo'lgan. Birinchi qavat plita, ikkinchi qavatdan plita, ustiga 25 qarich doy bosilgan. Holati zo'r. Robotdan kirganingizda chap qo'lda xona bor, hammom bor, mangal o'choq bor, podval bor. Endi bu oshxona. Hurmatli mijozlarimiz, oshxona qarang. Kelganda oshxona holati yaxshi. Yevromontaj qilingan 200 tacha plita. Uyimizda betongacha 340 balandligi oshxona. Xo'p, o'tirish zonasi. Oshxona. Bu tomonda yo'lagimiz bor. Kiramiz. Xo'p, kattaligi yaxshi. 340 steyashga monolit. O'tirish zonasi, bu yoqdan yo'lak bor, bu yoqdan yo'lagi bor. Baga endi birinchi samozel, birinchi yotoqxona. Holati. Xo'p, ikkinchi yotoqxona. Alohida samozelga joyimiz bor. İkinci qavat eshigimiz. Xo'p, hurmatli mijozlarimiz, kattagina xona. Endi bu uyimiz mahallaning ichida hisobga olinganda romlarni kichikroq qo'yilgan. Bu old tomoni. Hamda yana bitta xona bor. Holat qumsoq. Tomi qimmat birdan, stabilalar mustahkam. O masjidimiz ko'rinyapti mana. Masjidda oldida 5 mahal ozondir, ovozini eshitib turib namoz o'qiganiga bir qadam joy. Xo'p. Yana bitta xona. Faqat samozelli joyimiz bor. Endi bunisi garderob qo'yasiz. Yana xona. Xo'p, uyda holati yozgi bisetga, arqa tomon hovuz. Alohida eshik ochgan uydagilar. Uchta qo'ygan joyimiz bor. Arqa devor mana, unda hojatxona. Hamda podval ham bor mana. Bismillah tushamiz pastga. Podval ham deyarli bitgan. Zo'r cho'tki. Qadrli do'stlar, Farg'ona shahar Oqariqda bo'layotgan katta jome masjidda oldida 4,5 so'tlik 2 qavatlik 9 xonalik 5 ta sanuzelli uyimiz sotilyapti. Uyni ko'rdingiz, uyda holati zo'r. Faqat kelasizda o'zingiz xohlaganda abuga olib remont qilasiz. Uyimiz to'liq pishirishda bo'lgan. Betondan nari betongacha 340, endi 5 ga 4, 4 ga 6 uylarimiz.
podvali ham bor, mangal, o'choq, tandirlari bor, hammomlari bor, atla qilingan. Robotimiz 25 millionga shunchali qilingan. Mana shu uyimiz sotilyapti. Narxini 135 ming AQSh dollar deyapti. Savdolash imkoniyati bor. Xohlang naqdga oling, xohlang bank orqali oling, xohlang dom berib ustidan puldan bersangiz ham to'lab beraman. Mana shu xonadon. 135 ming AQSh dollar savdolash imkoniyati bor. Yo'qsa telefon qilasiz, baraka qilamiz. Salomat bo'lasiz.